Let's go.
muqaddas onlarga yetaklab qolsin. Davramizni ko'rki guvohi bo'lgan kelin-kuyovlarga baxt tilaymiz. Hurmatli do'stlar, davramizga yana tabrik so'zi inom etamiz. Kuyovtira yaqin do'stimiz, Rustamjonni yaqin do'stlaridan do'stimiz Qurbonalini mikrofonga chorlaymiz. Marhamat. Navbat sizga marhamat. O'ngda tur, yo so'lda tur. Do'st bo'lsang yonimda tur. Har yomon yaxshi kunda aylanar qonimda tur. Nokerak bo'lma jahonga, el uchun darkor bo'l. Bag'rida o'stirgan eldan bir umr minnatdor. Marhamat. Assalomu alaykum, o'zi yaqindan kelgan aziz mehmonlar, hurmatli aziz onajonlar, otajonlar, shu do'stim va hamda sinfdoshim Rustamjonni mana bugun bo'lib o'tayotgan nikoh to'ylari bilan chin qalbimdan tabriklab va shu yerga qatnasha olmagan hamma sinfdoshlar nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Baxt uchun tug'ilibsizlar, doimo baxtli bo'lingizlar. Dunyo o'zi shunday yaralgan asli, kimga hijron, kimga yor vasli. Nasib qilsin doimo do'stim, Alloh buyurgan buyuk baxt qasri. Diqqatlaringiz uchun rahmat. Yashang, ajoyib tilaklar, she'riy lahzalar kelin-kuyovlarga hamroh bo'lsin. Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, ana endi kuyovtira do'stimiz Rustambekni oq yuvib, oq taragan Volide muhtaramasi Zulxumor onamizni mikrofonga chorlaymiz. Dilidagi ajoyib tilaklarini farzandlariga izhor etadi. Bitta qarsak chalamiz, olqishlaymiz. Marhamat, Zulxumor ona, mikrofon sizga muntazir. Jonim bor, jismim butun, tanim sog', ustim butun, shu kunga yetdim bugun. Siz tufayli onajon, Alloh bersin omadni, sevib yashang hayotni, topdim bugun hurmatni. Siz tufayli onajon, siz o'zingiz yagona, qalbimda siz bir dona, armon menga begona. Siz tufayli onajon, siz bor, yorug' yuzim bor, non oshimda tuzim bor, el ichida yorug' yuzim bor. Siz tufayli onajon, onajon, assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Ilohim, dargohingiz, boshingiz, koshonangiz, ostonangiz hech qachon to'ydan chiqmasin. Ilohim faqat to'y deb yilib yuguring. Qadrdonlar, hurmatli mehmonlar, ana shunday betakror onlarda, betakror lahzalarda bugun Zulxumor onamiz eliga, xalqiga to'ylar inom etib turgan bir damda bugun davramizda qatnasha olmagan hammamiz uchun qadrdon inson rahmatli joylari jannatda bo'lsin. Ilohim, Toshtemir akamiz Kuyovtirani padar buzrukvorlari hozir davramizda yo'q. Lekin Allohning farishtalari ila boshimiz uzra osmondan duolarini yuborib, duolar yog'dirib turibdi. Ilohim, duolari qo'llab qolsin. Qadrdon onani izozlang, onani avaylang, uni hech kimga almashmang. Ana o'shanda Alloh sizni ikki dunyoingizni obod qiladi. Ana o'shanda Allohni suygan bandalari qatoriga kirasiz. Ana o'shanda Alloh uchun eng suyukli qul, eng suyukli banda hisoblanasiz. Qadrdon, qulamasdi boshimga osmon, sochimga oq solmasdi armon, bo'lar edi jonimga posbon. Otam bo'lganda yetim qoldi dunyoyi sarkash, ko'z to'la yosh, ko'ngil to'la g'ash, kuydirmasdi ko'nglimni otash. Otam bo'lganda dunyo g'anim, dunyo benavo, topa olmayman ko'ngilga oshno. Yo'q menga ver ana shunday muammo. Otam bo'lganda, ota vujudingizda, ota qalbingizda, ota dilingizda, ota badandagi jo'sh urgan qizil qoningizda. Qadrdon, otangiz ana shunday damda Allohni farishtalari ila duosini yuborib turibdi. Onam etagidan qimmat mato bo'lmas, onajonim davlatim desam hech xato bo'lmas. Qarsak chalamiz. Onajon, marhamat. Baharning gulidir sizga payvasta, chin qalbim tabrigi sizga guldasta. Ming asr yashangu yana nimchorak, visol oqshomingiz bo'lsin muborak. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz yurtdoshlar, sizlarga ming rahmat. Shu bugun bizni to'yxonamizga ishtirok etib,
xizmat qildilaringiz. Ming rahmat aytaman. Allohga shukrki, mening bu farzandimga, 4 farzandimga yana bir farzand qo'shildi. Bitta qizim 2ta bo'ldi. Allohga ming bir shukr. Men bu 2 yoshga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Faqat o'zim nomimdan emas, kelajak Tojikistonda qolgan xeshog'aylar nomidan, ota-onam nomidan chin yurakdan samimona tabriklayman. Umrlaring uzun bo'lsin, baxtlaring butun bo'lsin. Alloh doimo madadkor bo'lsin farzandjonlarim. Rahmat. Yasha, ilohim boshingiz to'ydan chiqmasin, dargohingiz to'yxona bo'lsin. Hammani ana shunday tizg'in damlarga, betakror lahzalarga, to'ylarga yetkazsin ilohim. Kelajak baxtlaringga ko'z tegmasin, bir-birlaringni avaylab, asrab yashash baxtini yaratgandan so'rayman. Aziz do'stlar, ana endi kelin-kuyovlarning yonidagi stol-sidagi tortlar kesib tarqatilsin. Baxtiga madad bo'lish uchun shampan vinolari qo'yilsin. Nikohining, muhabbatining ramzi bo'lgan nikoh uzuklari taqilishini keltiraman. Do'stlaridan so'rab qolamiz. Marhamat, shampan vinolari ochilsin. Marhamat. Navbat esa kuy qo'shiqqa. Siz bilgan, biz bilgan, xalq tanigan o'zining jonli ijrolari, ajoyib albom dasturlari ila xalqqa tanilgan, xalq suygan san'atkor Zafarjon Ramatovga yana bitta qarsaklar. Qo'shiq aytsang yarashadi kuydan keyin. Dono odam o'y siradi o'ydan keyin. Niyat qilar uyda bola tug'ilganda bu xalq yana to'y qiladi to'ydan keyin. Ko'rsam deydi farzandining baxtlarini, qursam deydi tolidan taxtlarini o'zgartirmay ming yillik odatlarini bu xalq yana to'y qiladi to'ydan keyin. Nijniy Novgorodda to'y bo'ladi to'ydan keyin. Sabr qilar og'ir yengil kunlar ko'rib, pishib ketgan har bir dardni yengay yurib, har qanday g'am tashvishni chetga surib, bu xalq yana to'y qiladi to'ydan keyin. Bu mahalla Nijniy Novgorodda to'y bo'ladi to'ydan keyin. Marhamat. Chicken